Assalamu alaykum Uyghur TV görünmenleri. Bugün Naq Meydan'da Gollandiyada turuşluq lager şahidimiz Qalbinur Siddiq bilan Cenevadagi yig'in haqida suhbat elib bormoqchi. Assalamu alaykum Qalbinur xonim. Qanday ahvollari? Yaxshi, rahmat. Uyghur TV kanalımızdan ziyoratini qabul qilganlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Bo'ldi. Aldı bilan o'zlarini qisqacha tunishtirib o'tdilar. Men vatanimiz Sharq Turkiston Urumchi shahridan shu yerda tug'ilib, o'sha yerda o'sib ketildim. Ham boshlang'ich maktabda 28 yil Xitoy tili darsi o'tdim. Hozir Gollandiyada yashayotgan lager shahidi Qalbinur Siddiq bo'laman. 9 ayının 12 günü 2020 yılı 9 ayının 12 günü Xitayning 3 vakil qatnashgan yig'inga sizlar qatnashib ekansizlar. Ashuni bir so'zlab bersa bo'pti. Bo'ldi. 2022 yili o'tgan yili 9 ayning 14 kuni Dünya Uyg'ur qurultayining o'rlashtirishi bilan qurultayning raisi To'lqin Ayso apandim, Zumrat xonim, men uchimiz shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'in zalida naq maydon yig'inida bo'ldik. Buningda Xitoyning 3 vakili qatnashdi. 40 dan ortiq davlatdagi asosliq əbəldorlar, elçiler, yüzden artıq muxbirlar qatnaşqan bir guvalıq beriş yığını oldu. Bu yığında mən Vatanimiz Şərq Türkistandakı şu kamp lagerlar bolayotgan şu dəhşətli zulmlarni anlattım. Zumrat ay tərcümanlıq qildi. Andan keyin bizning guvalığımız tugandan keyin u Xitoyning 3 vakili bizden nurg'un savollarni so'radi, o'zlari qisqacha shu ma'lumotlarni bergan bo'ldi. Bizning bergan guvalığımızın hammasi yolg'on, saxtigi chiqadi. Keyindan qurultayning raisimiz To'lqin Ayso apandim ularga qarta savollarga javob berdi. Keyindan men ularga andan keyin javoblarimizni berdik. Zumrat ay tarjimonlik qildi. Andan keyin bu Xitoy vakili o'ltiramay oxiri bizni hattoki butunlay yolg'on sizlarning bu deganlarni saxta, sizlar degan terrorist chiqardi shu yerda bu. Bizim onun qarta javob bergan bo'ldik. O kundagi shu naq maydon shu guvohlik berish savol javob yig'ini nihoyat keskin hem bir ehemmiyetlik olib berildi deb o'ylayman. Andın mushu Cenevadagi yig'inda qanday so'zlar bo'ldi? Bu qatim mana 2023 yili 13 fevraldan boshlab 16 fevralgacha 3 kun, ya'ni shu Dünya Uyg'ur qurultayining o'rlashtirishida ham Yevropadagi bir qism Uyg'ur tashkilotlarining hamkorlashida Şinjan Saqchi hujjatlarining rasm ko'rgazmasi ham o'sha namoyish o'rlashtirdi. Undan sirt, ya'ni Dünya qurultayining raisi To'lqin Ayso apandim, Zumrat ay, men uchimiz bu yig'in qatnashdik. Yig'in qatnash jarayonida dastlabda u yerda guvohlik berish o'rlashtirilgan. Keyin bu Xitoyniki iqtisodiy, anandagi madaniyat, shu jihatdagi ashlarni so'roqqa tortish 73 qatimliq shularninki iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat haqlariniki so'roqqa tortish bir cho'ng yig'ini bo'lganligi uchun buningda Xitoy amaldorlari o'ziniki dokladini o'tirib qo'ydi boshda. Keynidan buning qarta shu qatnashgan har qaysi davlatlarning shu Birlashgan Tashkilot turishliq elchilari savol so'ragan bo'ldi. Eng dastlabda bularga shunday qattiq savollar tushgan vaqtida shu Xitoy amaldori sakni turib intayin tamtirab jiddilashib ketdi. Hattoki shu yig'in boshqaruvchiga menga ozroq vaqt bergan bo'lsanglar buningga javob berishga deb shunday iltimoslarni qildi. Bir necha uni tushunganlar, bir nechalar kulishib ketgan bo'ldi bu yerda. Demak, Xitoy o'zi butun yolg'on saxtini yasab kelgan bo'lg'achqa aşağıdaki her bir bergen şu suallarga cevap verişlerin intayin temtiraş, vuduquş, aşağı ehvallerine ait eğir buldu. Bularımız zor puxtayarlıqlı kepti. Xitay özünün 60'dan artıq vekillerini, anadaki bütün aşı yağını yasıgan erkaysi tarmaqlarınki mesulleri, hatta ki Tibetlerinin vekili, anadaki Hong Kong'un vekilleri, dep aşılar bir atalmış, şularına emini başlap kepti. Bu yig'in jarayonida bularniki savollarga javob bergan vaqtida nihoyat vuduqishpa. Masalan, savol so'ragan vaqtida ona bolalar qonuni, ona bolalar huquqi qanday qo'g'dalgan deb nihoyat ko'p savol so'ragan vaqtida uningki ashuliki Xitoy boshqaruvchisi shu yerdagi buningga ashunga mas'ul shu doiradagi palonchi javob berdi dedi. U o'zining tayyorlagan materialini nihoyat tez suratda izlab tepib vuduqish ichida
Biz ana bolalar qonuni, qonun bo'yicha amal qilyapmiz, shu bo'yicha ijro qilyapmiz. Bularning huquq manfaatini alaydi, qo'g'diladi. Deb shunday javoblarni bergan bo'ldi. Demak, o'zi shu sohada, shu kasbda shuning mas'ul emas. Ashunda bir turkum insonlarni yasab kelgan bo'lg'achqa, huduqishni eg'ir bo'ldi, tamtirash ham eg'ir bo'ldi. Undan keyin bularningki bergan ma'lumotidimi doim shu o'zlari taqtiyotgan sabsatda o'zining butun yog'onchiligi bo'yicha har qitim deganga o'xshash bizda kamplagerlar mavjud emas. Faqat o bir tarbiyalash markazida hattoki taptatmay dediki, tarbiyalash markazidagi o insonlar o'zlari talab qilib, ixtiyor qilib kirgan o'rin. Biz necha yildan shu Yevropadagi nurg'un davlatlarning borgan muxbirlarni naq maydonga olib bordik. Ashlar o'zi ziyorat qildi, shu tarbiyalash kursi insonlar bilan o'zlari suhbat o'tkazdi. Demak, ular o'zlari xohlab davlat tilini o'rganib kelgan va kasb o'rganib kelganlar. Biz ashlarni har qaysi sohalarda, har qaysi kasblar tarbiyalab, hammasini o'z o'rnini xizmatlarga o'rlashtirdik. Deb shundaq nimalarni javoblarni berdi taptatmasdan. Andan keyin yana ona bolalarniki huquq manfaati degan vaqtidami, ona bolalar huquq manfaatini qo'g'diladi u yerda. Andan keyin ayollarniki tug'ish masalasi, andan keyin majbur tug'maslik operatsiyasi qilish, uzuk soldirish ahvolida shunda eg'ir degan savollarga javob bergan vaqtidami, ayollarniki tug'maslik operatsiyasi qilishlar mavjud emas, uzuk soldirish ixtiyor olib berildi. Ularga xohlagancha qandaq planliq tug'utlarni keng ko'lamda yo'li qo'yib etildi. Shuning uchun ular o'zi xohlagancha qandaq tug'sa bo'laverdi. Andan keyin shu tarbiyalash markazidagi shu insonlarniki sog'lomligi alayda ahamiyat berildi. Agar ular og'rib qilishlar bo'lsa, doktorxonaga olib davolandi. Ular haqsiz yotoqlarda yetib, haqsiz tomoqlarni yeyish orqali o'sha davlat tili tarbiyalandi, ham kurslarda tarbiyalanib, andan keyin o'zlari doirasi bo'yicha xizmatlarga o'rlashtirdi. Bu yerda shu ayollarning xizmatga o'rilish nisbati mushu necha yildan deydi 43,5% o'rladi deb mushundaq pirsallashtirdi. Andan keyin bu shu ashaqda shu vatandikini deydi, vatanda bexatarlik noiti yaxshi tutilgan bo'lg'achqa u yerda 3 milliondan ortiq advokatimiz bor deydi. Mush advokatlar noiti muntazam qarorlik tarbiyalangan advokatlar bo'lg'achqa bular qonunni ijro qilishda noiti kuchli rol o'ynadi. Bularning ichidagi pirsallashtirdi hattoki bir necha advokatlarning ismlarini atadi u yerda. Ashlar xizmatni noiti yaxshi o'rinlagan uchun ilg'or advokat bo'lib mukofotlandi. Buning ichida 30 necha advokat o'zining xizmat doirasidan halqagan holda qonun xilop ishlarni qilgan bo'lg'achqa bularni biz qonun bo'yicha advokat bo'lsin ularga jazo berdik. 13 advokatni dedi biz tutib turib ularningki eg'ir nimalari xatoliklar bo'lganligi uchun tutib so'roq qilindi. Ularning 9 advokati o'zining xatoligini ustiga olg'ancha qo'yib etildi. Qolganlari hozircha so'roqda deb hattoki mushundaq inchki nuqtalarga qadar ashlar o'zi pirsallashtirib mushundaq javoblarni bergan bo'ldi. Andan keyin yana bir eng eg'ir bir masala, biz har qitimda shu mayli vatandan chiqayotgan videolar bo'lsin, mayli bizim guvohlarimiz bo'lsin, biz ko'ryapmiz. Buni butun dunyo, butun xalqaro ko'rib bildi, his qiladi, uni uqdi hattoki. Mushulqi erkin nikohlanish. Ashnimi taptatmasdan yana bizning u yerda erkin nikohlanish bor, majburi yo'q deb hozir o'zi majburiy Xitoylarga, Xitoy erlariga assimilyatsiya qilyotdi. Uyg'ur qizlarini majburiy berib, hattoki shart qo'yib ashlarga. Ya'ni agar shu Xitoy bilan masalan shu bilan to'y qilsang, tuqqanlaring hayoti xavf ichida bo'lmaydi, ular bexatar yashaydi. Yoki kamplarga tuqqanlaring ota-onani qo'yib beramiz degandek ashunday shartlar bilan majburiy to'y qilayotgan shuni butun dunyo xalqaro bilyapsizmi? Ya'ni ashuningmi bizda erkin nikohlanish bor, bizda majburlash yo'q dedi. Andan keyin bizda diniy e'tiqod erkinligi bu qonun kirgizilgan. Shuning uchun biz buni qonun bo'yicha ashlarning diniy e'tiqod erkinligini qo'llayapmiz. Shu yerga osonlik millatlarning bizning u yerda ashlarniki xotirjam namoz o'qishlari, ro'za Ramazonlarda Ramazon tutishlari uchun munoyati yaxshi sharoitlarni yaratib berdik. Masjidlarga o'zi bemalol kirib xotirjam namozini o'qib chiqa oladi.
deb shu islom dinini biz qo'llaymiz u yerda degandek mushundoq butun keng doiradagi mushundoq savollarga shundoq javoblarni berdi. U yerda andan keyin yana aşağıdaki insonlarniki masalan pensiya maaşı, pensiyadan keyingi yashang'ularning kutinishi, sug'urta, anandaki ularniki uy setib olishi, bankadan qarz olish degandek shundoq savollar bo'ldi. Bu shundoq savollarga yana o'zining doirasidagi shunaqa mas'ul vakillar javob berdi deb turib javob berdi. Ba'zilar tamtirab qo'li tayyorlab olgan shu materiallarni o'qiy olmay, javob bera olmay, yendikilarga mening xizmatdashim bunun cevap versin, bu muşun dairesi hizmeti de muşundaq bir-birisiga ötünüşüp, bir-birisiga yolburish orqali ashuna javoblarni bergan bo'ldi. Andan keyin mushu Shizang, Tibet meselesini savolni so'radi, Hong Kong meselesini so'rgandimi? Tibet meselesimi? Yana shu Shizangda u yerdami diniy erkinlikni oiti keng ko'lamda ichib etilgan, ularning manchilik butxonlari, mundaq yerlar bor, cherkovlar bor, hattoki ularga erkin o'zining qanday faoliyat qila oladi, u yerning xizmat o'rilish nisbati intayin o'rlidi, iqtisodiyotdagi taraqqiyotni zo'r bo'ldi. Hong Kong masalasida aşağıdaki davlatning bexatarligi, aşağıdaki vaziyatning bexatarligi ziyon qilgan, ta'sir qilayotgan shunday insonlarni tutib turdik, jazolayapmiz. Ammo umumiy ahvol intayin yaxshi deb unimi Hong Kongning o'zininki vakili shu vakil o'zi istatistika qilib deb shundoq darajagacha istatistikalarni qilib hattoki shundoq javoblarni bergan bo'ldi. Biz u yerda o'tirib endi chunki men bir o'zim o'z ko'zimda ko'rib chiqqan bir jazo lager shoyi bo'lib sifatim bilan men faqat o'tiramay qoldim bu yerda. Nayt savollarni so'rgim keldi, ashada guvohlarni bergim keldi. Ammo tunugunki shu yerda shu 10da boshlangan, soat 1dan 15da oxirlashdi. Çünkü o savollarga javob berish, ularni so'roqqa tortish bo'lg'achqa bizningki ular u yerda guvohlik berishimiz yo'q ekan. Dastlab o'rlashtirib keldik, dastlabki xabarlarimizda aşağıdaki atalmış qo'rchoq amaldor Erkin Tunyaz 100dan ortiq shu Beijingdagi hatta shu atalmış Urumchidagi manqurtlarni, ya'ni aşağıdaki lager aşağıdaki tarbiyalash markazlaridan tarbiyalanib chiqqan, kasb egallagan muşlaq Uyg'urlarni va Tibetlarni akildi degan xabar bo'lgandi. Keyin ular kelmay ularning butun to'sildi ishlari, ular qo'q tekildigandan hattoki shunday bo'lg'achqa demak u yerda guvohlik berish, biz anikin savol so'rab, ularga savol so'rab sizning bu deganlaringiz yolg'on, biz mush haqiqatni oshkorlab haqiqatni so'zlaymiz deydiganga bizga fursat bermadi. Shuning uchun biz ularningki bergan javoblaridan intayin ashada biyoram bo'lib o'tgan bo'lsakmi, ammo bizning bir xo'sh bo'lgan yerimiz demak Xitoy BDT'ninki shu cho'ng yig'in zalida so'roq tortilib, o'zi bir javob berayotgan bir yerda turayotgan vaqtingizda ashlarninki yolg'onlarnimi shuncha tayyorlab, shuncha uzun zaman tayyorlab kelgan shu butun hammasi material o'qib berdi uni. Shu yolg'onlarnimi yolg'on bo'lg'achqa shuni tamkin holda so'zda o'qib bermagandan tamtirash huquqchilarning bo'lganligidan nurg'un savollar qo'yilib ketgan vaqtida bo'libmi Shizang atalmış Xinjiang masalasi, Hong Kong masalasi degan savollar ko'p so'ralganda javob bermay, bizga ozroq vaqt beringlar, biz biroz o'ylanib olaylik, biz bir yerga kelib olaylik, andan keyin javob beray deb hatto bir necha ashar turishliq vakillar, ashar turish elchilar kulib ketdi ashani qiliqlar qarab. Ammo siz buni ko'rsangiz, bu maydonni ko'rsangiz, o'zingiz bir xil xush bo'ldi ekansiz. Shaxsan men shundoq xush bo'ldim uningdan. Demak, Xitoyning so'roq tortiladigan kuni keldi, kaptomana deb, chunki u naq maydonni ko'rgan vaqtingizda ashuna bir hissiyot bo'ldi ekan bizda. Shundoq bir hissiyotlarda bo'ldim shaxsan men. Shu mushlar ishlar.